Xo'p, 21da bir xlorpropan. Demak, bir xlorpropan bo'ladigan bo'lsa, 1 2 3 metal xlori bor. Natriy metal ta'sir etilishidan. Xo'p, aralashmasi ekan. Demak, ikkita alkil aralashmasiga soliniryapti. 2 xlorpropan. Demak, mana bitta xlorlar turib plus natriy metal ta'sir etilgan bo'lsa, Urus reaksiyasi bo'yicha ketadi. Xo'p, uzunasiga yozyapman. Mana 1 2 3 1 2 3. Xo'p, endi 1 2 3 bu hosil bo'ladi va endi bu hosil bo'lyapti. Bu modda S6H12. Hop, ya'ni geksan. Bu moddamiz nomlaydigan bo'lsak 1 2 3 4 5 2 metil pentan. Bu moddamiz nomlaydigan bo'lsak 3 4 bo'ladigan bo'lsa, hop 1 2 3 2 3 dimetil butan. Demak, shu tarzda hosil bo'lar ekan. Hop, demak, geksan bor. Bizda hosil bo'lmaydi deyapti. 2-3 dimetil butan bor, 2 ham ketadi. Demak, 1 2 xato bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan 4. 2 2 dimetil javob 4 ekan. Shundan hosil bo'lmaydi.